Topik 2 41 test. Hop, sizlar yechib bo'ldilaring. Men birdan o'qib javobni tushuntirib ketaveraman variantlar bo'yicha. Agar kimdadir xato bo'lsa, uni qo'l belgisini bosasizlar, men shu savollarga javob berib ketaveraman. Boshlaydigan bo'lsa, 왜 밥이 안 됐지? vebabi andetchi demak, nimaga pap ovqat guruch bo'lmadi, tayyor bo'lmadi deyapti. 어디 봐. 밥솥 버튼을 안 눌렀나 보네. Demak, papsotni batinni haligi bosadigan, o'chirib yoqadiganni bosmabsan, bosmaganga o'xshayapsan. 이상하다. 분명히 눌렀는데. 이상하다, g'alati, punmyonga точно nurlondimda bosuvdimda. Demak, qanaqadir bosgan, pap tayyor bo'lmagan holat. Demak, birinchi javobda ovqatlanyapti chiqib ketdi javob. Ikki, mana papsotni ochib turibdi, ichida guruch turibdi. Ikki javob bo'lib turibdi. Uchta xatoligi. Bular o'zi magazinda, to'rda bu ustaxonada. Demak, javob ikki. 번. 민수 씨, 이거 여기에 심을 거예요? Men shu buni yo shetga ekamizmi? Shimilka yo deyapti. Shimta degani ekmoq. 네. 조금만 더 파면 되니까 Cho'g'imman top hamen denika, demak, yana jidcha kavlashim kerakligi sababli 잠깐만 들고 계세요. chamkamman tilga kelsayo deyapti. O'zi chamkamman tilga issayo desa ham bo'ladi. Endi yuqori formada ushab tur, jidcha ushab tur deyapti. Demak, javob bizda уже bir javob turibdi. Endi qolganlar xatolik ehtimolini ko'ramiz. 알았어요. 그런데 다 심고 나면 물 좀 많이 줘야겠어요. Demak, tashimkonamyon hammasi ikki bo'lganimizdan keyin mulchum chuvoya gessoyo. Chuvoya demak, berish kerak. Gessoyo degani kelasi zamon. Demak, suv quyish kerak bo'ladi deyapti. Kelasi zamonda aytyapti. Nimaga buni aytyapman? Chunki uchinchi variantga qarasangiz, suv quyi turgan vaziyat turibdi. Bu sizni chalg'itish uchun beriladigan narsa. Odatda to'raverasida bo'ladigan holatda aytib berishi ham mumkin. Shuning uchun demak, oxirigacha eshitib tushunishga harakat qilish kerak. Hop, keyingisi demak, mapga o'tamiz a. Hop, 분. 혹시 비행기를 이용하면서 짐이 없어지거나 늦게 도착한 적이 있으십니까? qarang, yana bitta narsa. Mana yerda tepasida qora turib yozib qo'yganlar bor-ku, qanaqadir. Tushunmasangiz muammo emas. Siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa yillar turibdi. Qarang, liniya o'ynayapti, line graph. Tepaga chiqib pastga tushyapti. Pastda pay chartga e'tibor beraturgan bo'lsangiz, eng yuqori prosentlarga qarab turasiz. Masalan, 3-javobda 45% eng yuqorisi pason turibdi. 4-da 50% punshil bo'lib turibdi. Shu ikkoviga qarab turing. Qachon ma'nin, qachon no'ppin deb gapirib o'tib ketadi. Agar shulardan bo'lsa, shu javob tushib qolishi kerak bo'ladi. Ho'p, demak, mavzu nima haqida ketyapti? Demak, samolyotga chiqib, kiyimingizni yuklaringizni yo'qotib, kech qolgan paytingiz bo'lganmi? 한 보고서에 따르면 2006년부터 2014년까지 Mana 2006년부터 2006dan 2014-yilgacha, 비행기 수화물 사고 수는 2010년에 최고였다가 qarang, o'sha yo'qotib qo'ygan sago, ya'ni yukingizni yo'qotib qo'ygan miqdori, yukni yo'qotib qo'ygan 2010-yilda chego ertaga eng yuqoriga ko'tarilib, 감소하고 있습니다. demak, kamsohaga ismida. Demak, 2010-yilda eng yuqori ko'tarilib pasayib turgan holat. Demak, javob 2. Qolganlar xatoligini ko'rib olishimiz kerak. 사고 종류로는 짐이 늦게 도착하는 지연 사고가 가장 많았고 Mana chiyon sagoga, chiyon degan so'z turibdi. Demak, 3 bilan 4 ga qarasangiz, qazang ma'nin, demak, eng ko'pi chiyon bo'lgan ekan. Bizda 3-javobda chiyon o'zi ikkinchi o'rinda turibdi. Birinchi o'rinda 45%. 4-javobga qaraydigan bo'lsangiz, 50% punshil bo'lib birinchi o'rinda, chiyon ikkinchi o'rinda turibdi. Demak, 3 bilan 4 xato, javob 2.